Namni olamizmi, nima deysan? Bo'lmaydi bunaqa sovg'alar. Qaranglar, mana shunaqa sovg'alar bilan aldab qo'yapsiz. O'tgan yil sayohatga ketib qo'ygansiz. Uni oldingiz bo'lsa, shashlik olib berib aldab qo'ygansiz. Buyruqchi bo'lmasa, meni aytganimni olib bering. Qarang, meni eshiting, mayda o'tgan sovg'a sizga ham yoqadi. 17 ni bo'pti, olib beraman o'sha 17 ni. Yo'q, telefon kerak emas menga. Yuring, men sizga ko'rsataman. To'g'ri sizga ham yoqadi bu sovg'a. Bo'pti, yur qani. Bu mashinani qarang, chiroyliligini SVM 05 Pro mashinasi. Oldilarini qarang, farasini qarang buni farasiga o'xshaydi-yu. Mazga hozir ichini ko'rsataman, keling. Bu mashinani sevdim. Tablolarni qarang, elektronik rullari bo'lsa, multi-roll, sensor, monitori. Skorsini qarang, kichkinagina udobniy qilib ishlangan. Salonni qarang, kengligini 7 tadan bemalol sig'adi. Orqasiga bolalarimizni olib olib yursa ham mazza emasmi? Sidinalari isidi, panoramik tomlarini qarang. Xullas bor, komfort mashina. Xullas mashinani ko'rdingiz. Endi olib bermasangiz bo'lmaydi. Ayol kishi baribir oilam deb yashar ekanda. Bo'pti, mana shu mashinani rasmiylashtirib beraylik. Prosta, rahmat.